O'rtoqlar, mashinamizni saloniga o'zingizlar bitta baho beringlar. Ancha-muncha mehr berib qo'yilgan ekan. Li 9lardagi apelsin salon, Li 9 salonli Matiz avtomobilimiz bor yo'g'i 1,5 ming dollarga sotuvda. 2008-yilda ishlab chiqarilgan prostoy varianti. 437 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamiz olov rangda. Mashinaga metan gaz ham o'rnatib qo'yilgan. Motor hadoy korobkada muammo yo'q, hech qanaqa rasxodi yo'q. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hali ancha yuradigan balonlar. Kraskalari bor. Etpetlarda bor. Endi bu mashinadan, bu yildagi mashinadan kraska so'rash ham o'zi noto'g'ri. Asosiysi mashina nahadu, cho'tki holatda, suyaklari butun. Bor yo'g'i 1,5 ming dollarga ulgurib qolinglar. Bitta no tarafi gen daveriniz berilmaydi, faqat оформление. Bu ham biz o'zi aslini olganda to'g'ri bo'ladi, оформление qilsanglar nominglarda bo'ladi. Da qimmat, zato nominglarda bo'ladi. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar, ulgurib qolinglar. Li 9 salonli Matiz bor yo'g'i 1,5 ming dollarga.